Yangisidan aka, bitta. Yaxshi do'stlar davraga to'p bo'lgani yaxshidir. Bu olamda har narsaning ko'p bo'lgani yaxshidir. Kimda ikkita mashina, kimlar eshakka ham zor. Ba'zilarda xotin yo'q, ba'zilarda ikkita bor. Ammo ularni ko'rib kuymas meni ko'zlarim. Nima bo'lsa bo'laversin, qo'shotinli do'stlarim. Ikkita uyda yashaydigan erkak o'zi kam bo'ladi. Bizda bitta g'am bo'lsa, unda ikkita g'am bo'ladi. Qo'shotinli o'ylanib doim boshim qashiydi. Ikkita uyga barobar produkt tashiydi. Ammo sizni bu gaplarim chalg'itmasin ayolga, men baribir achinaman kundoshi bor ayolga. Kechalari oromi yo'q, yoshga to'lar ko'zlari, ammo bunga sababchidir ayollarning o'zlari. Ba'zan ishdan charchab kelsang, hatto hormang demaydi. Qorni ochib ketdi desang, aslo g'am ham yemaydi. Nimaga kech keldingiz deb doim tergab qistaydi. Ana shunday erkak kishi boshqasini istaydi. Yaxshi inson yuragini muhabbat tark etmaydi. Ikkita xotin yaxshi, lekin bittasiga yetmaydi. Aka. Zo'r oldi, buni. Egalari bor-da.